Meksikada shokolad pul o'rnida ishlatilgan. Odamlar o'liklar bayramini nishonlaydi. Va bu mamlakatda dunyodagi eng katta piramida bor. Ishonmaysizmi? Unda ketdik. Poytaxti Mexiko, rasmiy tili ispan tili, pul birligi Meksika pesosi. Dunyodagi eng katta piramida Misrda emas, aynan Meksikada joylashgan. Ko'pchilik eng katta piramida Xufu, Keops piramidasi deb o'ylaydi. Lekin aslida Cholula piramidasi undan kattaroq. Bu hozirda baland tepalikka o'xshab qolgan, chunki suvdan o'rmon bosib ketgan. Mexiko shahri har yili cho'kib bormoqda. Mexiko sobiq ko'l ustiga qurilgani sababli har yili 10-15 santimetrga pastga tushib bormoqda. Shahar hozirgacha 910 metrga cho'kkan. Shokolad tarixda birinchi marta Meksikada pul sifatida ishlatilgan. Maya va Atstek sivilizatsiyalari kakao donalarini shunchalik qadrlashganki, ularni valyuta sifatida ishlatishgan. Meksikada O'liklar kuni degan bayram bor. Har yili 1-2 noyabr kunlari O'liklar kuni nishonlanadi. Odamlar marhum yaqinlari xotirasiga yorqin niqoblar kiyib, ularning sevimli taomlarini tayyorlashadi. Qadimda Meksikada odamlar Octopop nomli to'p o'yinini o'ynashgan. Yutuqilgan jamoa o'z sardorini xudo uchun qurbon qilishga majbur bo'lgan. Meksikaning aksariyat shaharlaridagi ko'chalarda yo'nalish faqat bir tomonlama. Agar ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.